yilda elektr energiya 24%, tabiiy gaz narxlari 36% ga oshadi. Rasman metan gaz narxi 5500 so'm bo'ladi. Valyuta kursining 1% ga qadrsizlanishi inflyatsiyaga 0,3-0,4% ta'sir ko'rsatishi mumkin, dedi Markaziy bank raisi. Keyingi yilda elektr energiya 24%, tabiiy gaz narxlari 36%, suyultirilgan gaz 25%, metan narxlari 39% ga oshishi mumkin. Bularning hammasi bizning 6-7% inflyatsiya parametrlarimizda inobatga olingan, dedi Markaziy bank raisi. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 ming so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Alisher Usmonov 2024-yilda 6,46 milliard dollar zarar ko'rdi. Bloomberg Billionaires Index'ga ko'ra 2024-yil boshidan buyon rossiyalik milliarderlar boyligi 26,274 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan 10 oyda eng ko'p boygan rossiyalik Novolibsk metallurgiya kombinati direktorlaridan kengashi raisi Vladimir Lisin. Jami boyligi 28,8 milliard deya baholanayotgan Lisin jahon milliarderlari ro'yxatida 63-o'rinni egallab turibdi. Kapitali o'sishi bo'yicha 2-o'rinni Severstal asoschisi Aleksey Mardashov, 3-o'rinni Yevroxim va Suyik ham asoschisi Andrey Melnichenko egalladi. Dunyo boylari reytingida Mardashov 73-o'rinni, Melnichenko 89-o'rinni band qildi. Rossiyalik milliarderlar orasida eng ko'p yo'qotishga uchragan inson Metalla Invest aksiyadori Alisher Usmonov bo'ldi. Usmonovning kapitali 2024-yilda 6,46 milliardga qisqarib, jami 14,6 milliardni tashkil qilmoqda. Hozirda u jahon milliarderlari ro'yxatida 154-o'rinda. Tabiiy gaz ijtimoiy normasi miqdori oshirildi. O'zbekistonda 1-noyabrdan boshlab tabiiy gazning ijtimoiy norma miqdori 100 metr kubdan 500 metr kubgacha oshiriladi. Bu haqda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, noyabr oyining 1-kunidan boshlab oylik bazaviy me'yorlar isitish mavsumi uchun mo'ljallangan shkalaga o'tadi. Noyabr, dekabr, yanvar va fevral oylarida bir oylik me'yorlar quyidagi tartibda bo'ladi. 500 metr kubgacha 650 so'm. 1 metr kub gaz uchun 501 metr kubdan 2500 metr kubgacha 1,5 ming so'm. 2501 metr kubdan 5000 metr kubgacha 1950 so'm. 5001 metr kubdan 10000 metr kubgacha 2275 so'm. 1001 metr kubdan undan yuqori 2600 so'm. Migrantlarning oila a'zolari Rossiya hududiga shunchaki kelmasligi kerak. Medvedev. Migrantlarning oila a'zolari Rossiya hududiga shunchaki kelmasligi kerak. Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev davlat migratsiya siyosati yig'ilishida shunday dedi. Buni hammaga qattiq eslatish kerak. Mamlakatimiz hududida bo'lib turgan, o'qimayotgan va ishlamayotgan shaxslar mamlakatimizni tark etishi shart, dedi u. Medvedev migrantlarning oilalari Rossiyaga kelishi maxsus nazorat ostida bo'lishi shartligini ta'kidladi. Uning fikricha, Rossiyada etnik anklavlar paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bu ekstremizmga zamin yaratadi. Kim nima maqsadda keldi, qayerda ishlayapti va yashayapti? Rossiya jamiyatiga integratsiyalashuvga tayyormi? Buni aniq bilishimiz lozim, dedi Medvedev. AQSh Xitoy bilan urushga tayyorlanmoqda. New York Times. AQSh armiyasi Ukraina urushi tajribasini o'rganib, Xitoy bilan ehtimoliy mojaroga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda The New York Times xabar berdi. Nashrning qayd etishicha, AQSh va Xitoy o'rtasida urush bo'lishi ehtimoli ortib bormoqda. Gazetaning ta'kidlashicha, ayni paytda Amerika armiyasi katta va qo'pol. Bundan tashqari, so'nggi 20 yil ichida u birinchi navbatda Yaqin Sharqdagi mojarolarda qatnashdi. Biroq AQShning Yaqin Sharqdagi dushmanlaridan farqli o'laroq, Xitoy
Xitoy sun'iy yo'ldoshlarga ega. Ular tufayli Xitoy armiyasi potensial dushmanning shakllanishini muvaffaqiyatli kuzatib borishi mumkin. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlar respublikachi Donald Tramp va demokratik Kamala Harris Ukraina mojarosiga boshqacha yondashadi. Biroq ikkalasi ham Xitoy bilan mumkin bo'lgan urushga tayyorgarlik ko'rish sa'y-harakatlarini kuchaytiradi. Gavayida o'tkazilgan mashg'ulotlar Tinch okeanida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan mojaroga tayyorgarlik ko'rishga bag'ishlangan. Amerika qo'shinlari Ukraina urushi hududidagi harbiy amaliyotlarni ham o'rgangan. Masalan, ular kichik sabotaj guruhlarining o'zaro ta'sirini va dushman muzokaralarini to'xtata olmasligi uchun aloqa vositalaridan foydalanishni faol mashq qilgan. Ukraina Kursk AESni egallashi mumkin edi. Zelenskiy: agar Ukraina xohlasa, Kursk yaqinida atom elektr stansiyasi qo'lga olingan bo'lardi. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy Shimoliy Yevropa mamlakatlari ommaviy axborot vositalari vakillariga bergan intervyusida ma'lum qildi. Shu bilan birga u Ukraina harbiylari Kursk viloyatidagi operatsiya vaqtida Kursk atom elektr stansiyasini egallab olish niyatida emasligini ta'kidladi. Biz buni qila olardik, lekin biz buni hech qachon xohlamagan edik, hech qachon. Chunki bu biz Rossiya bilan bir xil bo'lishimizni anglatishini tushunamiz. Biz Zaporojye atom elektr stansiyasidagi kabi ularning muhim infratuzilmasini egallamayapmiz, dedi Zelenskiy. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, Ukraina harbiylari Kursk viloyatidagi hujum chog'ida zavodlar yoki energetika tizimi obyektlarini bosib olishga hatto harakat ham qilmagan. Shuningdek, Ukraina yetakchisi Kiyevning Tomahawk raketalari so'rovini tasdiqladi. Biroq bu Ukraina va Oq Uy o'rtasidagi maxfiy ma'lumot ekanini ta'kidladi. U bu ma'lumotlarning axborot maydonida sizib ketganidan, tarqatilganidan g'azabini bildirdi. Biz bu xabarlarni qanday tushunamiz? Demak, bu sheriklar o'rtasida hech qanday maxfiy narsa yo'qligini anglatadi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. Putinning maslahatchisi yadro qurolini Xudoning tuhfasi deb atab undan foydalanishga chaqirdi. Rossiya prezidenti ma'muriyati maslahatchisi Sergey Karaganov yadroviy qurolni yaratganning sovg'asi deb atadi va undan foydalanish joiz ekanini aytdi. U bu fikrini ushlab turishdan qo'rqitishgacha yadroviy qurollar geosiyosat koalitsiya strategiyasi nomli kitob taqdimotida bayon etgan. Bizda yadro quroli borligi yaratganning sovg'asidir. U barchadan oldin yadro quroliga ega bo'lishga intilgan nemislarni qandaydir tarzda to'xtatdi. Keyin esa Oppenheimerlardan va Fuchslarning qo'llari bilan uni bizga berdi. Shunday qilib, u insoniyatni qutqardi. Biz Xudoni g'azablantirmasligimiz kerak. O'zimizni qutqarish uchun bizga berilgan qurollardan faol foydalanishimiz kerak, deydi siyosatchi. Uning so'zlariga ko'ra, bunday qurollarni ishlatishdan bosh tortish Sovet va Rossiya xalqi oldida gunohdir. Chunki ularni yaratish uchun millionlab odamlar o'z jonini qurbon qilgan. Karaganovning so'zlariga ko'ra, yadro qurolidan foydalanish sohasida amaldagi doktrina va siyosat eskirgan hamda o'z vazifalarini bajarmaydi. Shuningdek, u bunday qurollardan foydalanishni deyarli butunlay istisno qiladi. Karaganov bunday siyosatni axloqsiz deb atadi va doktrinani qayta ko'rib chiqishga chaqirdi. Shuningdek, u Berlinga odatiy raketa hujumini uyushtirishga chaqirdi. Agar dron yana Kremlga uchsa, nega birinchi navbatda Reichstagga muntazam raketa hujumini uyushtirmaslik kerak?